Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz bo'lsa alohida beliq sho'rpisi. Oldin biz beliqni oldin shu videoda ko'rsatilgan bo'yicha u yerga yana tilimlab olamiz. Undan bu go'sht, qo'y go'shti, lo'q go'sht. Azroq go'sht to'g'rab oldik. Go'sht to'g'rab olib qozonga may qo'yib, may qizgandan keyin go'shtni sepib qo'raymiz. Biz mayliqroq go'sht qildik. Ta'mi yaxshi chiqdi meningda. Mana xil risolamizda go'shtni qo'rib olamiz. Mana ko'rdinglar. Qizartib qo'rib olamiz. Әмді бұныңға азырақ дубәнжан, bir qo'shiq jiq ketmasine, bir qo'shiq dubәnjан saldık, andın bir tal bacao, yani 8 kulak qılıqı doğru dermek bağı, şunu saldık, arlaştırıp koruyumuz. Dubәnjан jiq ketmasine qırtta hop qaldı cumu, bək diqqat qılыңlar. Andın ma dapenci lazısı, onundan bir 5-6 talını, otturdan 2 qıplam toğrap sevaldık ve devamlı koruyumuz. Andın ma bu, uşaq toğralğan, çanalğan zencivil ve samsaq. Bularni sep qoruymiz. Endi bununğa su qo'yimiz. Jiqroq suv qo'yimiz. Bu qaynaydi. Tuz ta'min tangshib olamiz. Tuz ta'min tangshab qaynagandan keyin bu ayrim bir qozonga beliqni sevilib butun holatda buning ustiga to'kimiz. Hozirqi qozonda qaynatib olganimiz to'kib, endi buni o'tni echimiz. O'tni echib qo'yib, shangchovdan ozroq qo'yimiz. 1,5 qo'shiq atrofida. Shangchov silib aralashtirib etimiz. Beliqning keyin taraflariga, üst taraflariga sho'rpisidan epazroq to'kib qo'yimiz, ta'minlanish uchun. O't o'choq ostida juma qozonda bu hozir. Endi buni suyu bir qaynab olgandan keyin ondan tuvoqni yepib qaynatamiz. Sus o'tda, tuvan o'tda 1/2 soat qaynatamiz. Ko'ringlarmi? O'ti bek bo'sha. 1/2 soat qaynatamiz dumlab. Qaynagandan keyin mana 1/2 soatdan keyin og'zini ochdik. Shundoq yumshoq pishib chiqdi beliqi. Buni ozroq vijang soldik. Azroq vijang, azroq jijang. Bir chimdimdan. Mana bo'lsa so'ng piyozning ko'kini ozroq to'g'rab soldik. Mana shundoq chiroylik, shundoq yeyishlik bo'lgan beliq sho'rpimiz tayyor bo'ldi. Menlarniki sinab beqishni umid qilaman.